Assalomu alaykum, Termiz uy savdosi kanali ashaddiy muxlislari, aziz surxondaryoliklar. Demak, sizlarga Termiz shahar sohildan, Fidokorlar ko'chasidan uy chiqaryapmiz. Ko'rib turganingizdek, qarshimizda yangi svetofor, sohil beshkapadan tushib kelishimiz. Chap qo'limizda esa 4 aka marketi. Domimizda oldi ko'rinishi 4 qavatli uylarning 2-etajda tayyor hisoblangan uyimiz sotuvda. Challenge bo'lsa challenge. Makler Shahzod YouTube kanalida kichkinagina challenge e'lon qilamiz. Demak, challengeimiz shartlari shu video mana shu uyimiz sotilguncha 10,000 prosmotr, 1000 ta like oladigan bo'lsa, aynan sotib olayotgan xaridorga $100 chegirmasi mavjud. Kimnidir uyli bo'lishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Siz mana shu videoni ko'rib qolgan bo'lsangiz, bitta like tugmachasi bilan yaqin do'stlaringizni tashlab qo'ying. Shu tariqa like va prosmotrlar soni 10,000 taga yetsa, prosmotr 10,000 taga, like 1000 taga yetadigan bo'lsa, $100 ni yutib olish mumkin. Kelishilgan summadan tashqarida Makler Shahzod nomidan. Uyni tanishtirishni boshlaymiz. Hozir sanozelni ko'rsatdik. Ko'rib turganingizdek, bitta xonasi, ikkita xonasining razmi 12 metr kvadratdan 24 metr kvadrat hisoblanadi. Tashqi derazalar to'liq rishatka qilingan, ya'ni 4 ta derazasi ham rishatka qilingan. Demak, konditsioner bor, 12 talik u ham qo'yilgan. Uyning egasi yaqinda remontdan chiqarilgan, ya'ni kosmetik remontdan chiqarilgan. Ko'rib turganingizdek, lyustralarni qo'yib, faqatgina holi gilam pardalarni qo'ygani yo'q. O'ng qo'limizda ham xuddi shu razmerda bitta xonasi. Tashqi tarafdan rishatka qilingan. Aytgancha bu yerga maktab, bog'cha so'raganlar bo'ladi-da. Maktabimiz 17-maktab 2 minutlik yo'l, bog'cha 1 minutlik yo'l. Marketimiz bilasizlar, marketning yonida hisoblanadi. Sohil to'yxona orientovka hisoblanadi. Demak, narxini aytib o'tamiz. Narxi 310 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari mavjud. Hech qanaqa taqiq, kredit yo'q. Kelishamiz. Barchaga omad. Challenge'da kimdir uy olishda $100 ni chegirma sifatida olishini sababchisi bo'lib qolishingiz mumkin. Videoni tarqating, like bosing, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib keting. Bog'lanish uchun nomer qoldiramiz. 99 kodi bilan 716 53 78. Barcha ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlaydi.